Siz bilmagan Halima qidiruvga berilgan, farzand asrab olgan va bebaxt o'limdan qo'rqqan aktrisani xotirlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng so'nggi yangiliklar faqat bizda. Shukrullo Isroilov to'yda ko'rib qo'ng'iroq qilgan. Bolaligidan san'atga qiziqmagan va oilasi ijoddan butunlay yiroq bo'lgan Halima Ibragimova nega 21 yoshida bu sohaga mehr qo'ygan? San'atkor bo'lishimda Shukrullo Isroilovning o'rni katta. Shu boisdan ham u insonni ustozim deb bilaman. Bir kuni to'yga borganmiz. Xizmatga Shukrullo aka kelgan. Qizlar bilan hazil-huzul qilib raqsga tushganman. Harakatlarimni Shukrullo Isroilov kuzatib o'tirgan ekan. O'shanda gala konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lgan. Xullas, to'yning egasiga qo'ng'iroq qilib, mening raqamimni olgan. Konsertga chiqasanmi deganida qo'rqqanman. Ammo o'sha paytdagi ruhiy holatimda nimanidir o'zgartirishim kerak edi. Rozi bo'lganman. Eng qizig'i, tomoshamiz barchaga manzur bo'lgan. Ana o'shandan keyin institutga hujjat topshirganman va drama aktyorligi bo'limida tahsil olganman. Turmushga chiqishni ko'nglim sig'magan. Aktrisa onasining og'ir betobligi sabab turmushga chiqolmagani va bir marta sovchi kelgani haqida kulib eslardi. Yashirmayman. Bir marta 22 yoshimda sovchi kelgan, ammo rad javobini berganman. Chunki u paytda turmushga chiqish haqida o'ylab ham ko'rolmasdim. Onam og'ir kasal, singlim bilan navbatma-navbat uxlamay onamning oldida o'tirardik. Shu sabab oila qurish xayolimga ham kelmagan. Ota-onamning o'limidan keyin siqilib qolganman. Atrofimdagi insonlarning bari yig'lar edi. Chunki bolalikdan qizlar bilan chiqishmayman. Ular bilan diskotekalarga borardim. Sochlarimni ham ulardek kestirib yurardim. 28 yoshimda esa menga oila qurish taklifini berishdi. Avvaliga ustimdan kulyapti deb o'yladim. O'zimdan 7 yosh kichik yigitga turmushga chiqqanman. Aktrisa nega o'zidan 7 yosh kichik yigit bilan oila qurgani va to'ydan oldingi shartnomalar haqida quyidagicha izoh berdi. Turmush o'rtog'im katta opamning qo'shnisi bo'lgan. O'g'il to'y qilamiz deb uyni ta'mirlatayotganimizda pochcham hasharga olib kelgan. Avvaliga pochcham senga uylanmoqchi deganida ustimdan kulyapsizmi? Hali yosh bola-ku deganman. Chunki u payt men 28 yoshda, turmush o'rtog'im esa 21 yoshda bo'lgan. Keyin qaynonam sovchilikka kelgan. Baribir oila qurib farzandli bo'lishing kerak deyishganidan keyin oila qurganman. Halima eri bilan 10 yilga shartnoma tuzgan, puliga uylangan degan gap so'zlar mutlaqo asossiz. Bu insonni boshimga musibat tushganida ham sinaganman. Oldimda do'stlarim qolmaganda uy inson qo'llab-quvvatlagan. Turmush o'rtog'imdan sabrni o'rgandim. Aktrisa o'z-o'zini turmushga bergani va uning fe'l-atvorini qaynona va qaynotasi qanday qabul qilgani haqida so'zlab bergandi. 28 yoshimda o'zimning o'zgartirishim qiyin edi.
Shu bois turmush o'rtog'imga borimcha qabul qilasizmi deganman. Soxtalikni yomon ko'raman. Atrofdagilarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinolmayman. Turmush o'rtog'imni sizlay olmaganman. Qaynonamga ham ertalab vaqtli turmasligimni avvaldan aytganman. Hatto qaynonam rahmatliga sizni oyijon deyolmayman deganim ham esimda. Turmush o'rtog'im og'ir bosiq, fe'l-atvorimiz bir-birimizdan keskin farq qiladi. Undan sabrni o'rgandim.